Ikkita oyog'ing bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi? Ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging, ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan? Ikkala qo'li kesilgan odam kiyim kiyishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Bir qo'li bor odam oyoq kiyimini qanaqa qilib ipini boylaydi? Qanaqa qilib kiyimini kiyadi? Ikkala qo'li yo'q odam hojatga kirganda kirib qanday qo'zg'ay hojat qilib chiqadi? O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Ha, tishimiz og'rib kechasi bilan uxlamaganimizda, huzur halovatimizni yo'qotganimizda, ha, tun ham uzoq bo'lar ekan, qara. Sen bir uxlab o'tkazib yuborarding shu narsani. Bir uxlab 6 soat, 8 soat maza qilar eding, faqat ne'matligini bilmas eding. Ikkita oyog'ing bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi? Ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging, ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan? Ikkala